Yer va Quyosh. Aslida ham ular bir-biridan shunchalik darajada farq qiladimi? Yo'q. Aslida Quyosh tizimidagi sayyoralar, ayniqsa Quyosh biz kundalik hayotimizda doim duch keladigan video yoki suratdagidek emas. Quyoshning hajmi 1.300.000 ta yer hajmiga teng. Ya'ni Quyosh yerdan bir necha 10 barobar emas, balki million barobarga katta. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, Quyoshning ichiga Yer sayyorasidan 1.300.000 tasini joylash mumkin. Ha, Quyosh Yerdan shunchalik darajada katta. Ular orasidagi masofa ham hazil ekan emas. Naq 150 million kilometr. Sizda qisqacha tasavvur uyg'otish uchun aytaman. Biz kundalik hayotimizda uchadigan samolyotni 885 km/soat tezlikda uchadi deb olsak, Yerdan Quyoshga yetib borish uchun bizga 19 yil kerak bo'ladi. G2V. Quyosh Yerdan shunchalik katta bo'lishiga qaramasdan, Quyosh G2V turidagi yulduz hisoblanadi. Ya'ni bu turdagi yulduzlar jajji yulduzchalar hisoblanadi. Shu jajji yulduz biz yashaydigan sayyoradan shu qadar katta ekan. Endi biz o'z sayyoramiz oldida qanchalik kichik zarradekmiz. Alloh taolo esa shunday ulkan maxluqlarini biz qulay hayot kechirishimiz uchun bo'ysundirib qo'ygan.